Ushbu ko'rib turganingiz Qo'noq jomesi bo'lib, 1749-yilda Aysha xotin tomonidan qurilgan. Bu yerda ayollar o'qigan joy. O'zicha kichkinagina bo'lsa-da, bu yerga tashrif buyurgan turistlar, mehmonlar, mahalliy aholi shu yerga kelib Qo'noq jomesida 1168 hijriy 1748 yilda bo'lgan ibodat qilishadi. Mehmet Poshsho qizi Aysha xotin qurdirgan ekan. Keyinchalik urush yillari yopilgan. 60-yilga kelib, 60-yillar o'tib kelib yana foydalanishga topshirilgan. Bu Saot qalasi. Endi Ege dengizi sari yo'lga chiqaman. Dengizga borishim kerak. Qo'noq jomesi kichkina bo'lgani bilan qandaydir faizli baribir salkam 300 yillik jomi. Mana bu esa Saot qalasi. Sulton Abdulhamid ikki tomon davrida qurilgan fransuz me'morlar tomonidan qurilgan. Endi bu yerdan to'g'rida Ege dengizi bor. Ege dengizi har bu yerda kemalarga o'tirib Qarshiyaka deyiladi. Qarshiyakaga borishim kerak. Mana bu yerda kabutarlarga dom berilgan. Mana dom berilsa, mana shunday to'planib turishadi. Mana vatan ozodligi uchun mana shu haykal qurilgan. Jurnalist bo'lgan ekan. Dushmanlarga qarshi urushga chiqqan. Ege dengizi sari yo'lga chiqdim. Ege shu yoqda. Yomg'ir boshladi, Izmir sari bulutli bo'lib turuvdi. Yomg'ir yog'yapti. Qo'noqdan Qarshiyakaga ketishim kerak. Mana bu tramvay. Tramvaylari ham ajoyib bo'lardi. Tramvay bekati. Kun bo'yi bulutli bo'lib turuvdi, endi yomg'ir yog'ishni boshladi. Shu yerdan mana shuncha masofadan dengizning hidi kelyapti. Xuddi baliqchilarni bozorga borganimizda, baliqchilar oldidan ketganimizda baliqning hidiga o'xshash hidi kelib turadi. Xuddi o'shanaqa hid uzoqdan dengizning hidi kelib turibdi. Baliqning hidi bilan bir xil. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan odamlar mana tabiat qo'ynida qatlanishga chiqishga. Mana endi yomg'ir kuchayapti, sekin-sekin turishyapti. Bahor yomg'iri. Mana tabiat qo'ynida bolalar otalari bilan futbol o'ynayapti. Mana dengiz. Mana sizga dengiz. Mana sizga. Mana Ege dengizi qirg'oqlari ajoyib toshlar ustidan. Mana dengiz azizlarim. Osmon bulutli. Suv bugun ko'p ekan. Ana yomg'ir yog'ishni boshlagandan buyon ancha odamimiz ham qo'l bo'lib qoldi. Toshlar, sohil, dengiz, bulutli va yomg'irli osmon. Mana bu yerda kemani maketi bor. Mana kemalar. Davom etamiz sayohatimiz